Gilavrach Qayona poliklinikadamisiz? Doktor kuyov, keling, sog'liqlaringiz Xudoga shukrmi? Oling bu hamshirangizda buni o'zi kasal ekan-ku. Ish buyursam eshitmaydi, lorga yetish kerak. Ko'zi faqat men telefondagi SMS-dan ko'radi, okulyusga yetish kerak. Zavtrak obed ujinga ovqatimiz bilan asablarimni yeydi bu. Nevropatologga yetish kerak. Xonalar dezinfeksiya qilinmagan, mani kabinetim bardak, oshxonadagi instrumentlar distirlanmagan. Ulgurmayapman-ku. Men telefonim kavlamasang 8 soat bo'sh vaqting paydo bo'ladi san. Xalatimni yuv degandim, yo'q. Dazmol deganim, yo'q. Skleroz. Bu hamshira kasalingizni oling, men o'zimga zo'rni topa olaman, ketdimmi? Doktor kuyov, ambulansiyaga minishga shoshmang, klinikkaga kiring, gaplashamiz. Kuyov, meni miyamni gemoroy qilmay tinch yashanglar-da. Men sizga bu hamshirani yanilib berganim yo'q. O'zingiz больницамtaga yotib oldingiz, agar shuni olmasam apendist bo'laman deb. Hamshirangiz kasalmish. Dorisini bering, tuzaladi. Telefon titkilar ekan. O'zingiz hamshiralarga ukol qilaymi deb yozgan SMSlaringiz chiqib qolganda bir paytda ana endi shubhalantiryapsiz. Siz xudam chiqanlar. Hojatxonani xlorlab qo'ying. Singiz chiqadi. Xonamni spitlab artib qo'ying. Jiyanchalaringiz keladi. Kapelnitsada arg'imchoy yasab bering deb. Qachon shunday bo'lgan? Har kuni. Narkoz beraman o'zi. Oppoqqina qizim bor edi. Qarang rangini yo'dga o'xshab qolgan. O'z sarig'i bu ishni. Olib bering bunga ham parparakli xalatlar, bo'yniga yaltiroq falodoskoplar, faxrlanib yursin bu ham. Sattorov doktorda hamshirasiman deb. Instagramdagi begona mistralarga like bosadilar bu kishim. Kuyov, qaynotangiz eshitmasin, klizma qiladi. Ya buncha niyatingiz sovuq-e, biz ham turaylik, bu kecha 5 minutgamiz bor edi. Qani, bansadagi gaplar ko'chaga chiqmasin, operatsiyalaring zo'r o'tsin. Shamollash yo'ntalar bo'lmasin, shpris tushsinmasin. Qamatini ishlang, yorini yig'ishidan